Domlajon, bahomni qo'yib bering, qay. Sani deb o'yildim, sani deb. Yo'qol, yo'qol. Bahomga 2. Umuman sessiyadan ham o'ta olmaysan, hech narsadan o'ta olmaysan. Yo'qol. Dada, domlon bilan gaplashib bering, bahom qo'yib bermayaptilar. Yana nima ishgan qil? Sessiyadan bahom olganim yo'q, o'shani to'g'rilash kerak. Yur qani. Endi domla bacham sessiyasiga baho qo'ymabsiz. Menga qarang, meni 3 ta firmalarim bor, 5-6 ta magazinlarim bor, katta joylarda ishlaydigan tanishlarim bor. Biron muammoingiz bo'lsa hal qilib beramiz. Shu bahosini qo'yib bering. Qo'yganman. Qo'yganman deyapti-ku. Bachangiz emas, sizga qo'yganman. Buxoro Innovatsiyalar universitetida zo'r yangilik bo'lgan o'zi, olimpiada va sport musobaqalarida o'rin olib kelsang, 100% gacha chegirma olib o'qishga kirib ketishing mumkin. Tushundingmi? Respublikada birinchi o'rin olsang, 100% chegirma bilan o'qishga kirasan. Ikkinchi o'rin olsang, 70% bilan. Uchinchi o'rinni 50% bilan. Zo'r! Til bilasanmi-ku? O'zbek tilini bilaman. O'yla. Bir til o'rgan, til. İngliz tilini o'rgan hech bo'lmasa. IELTS yo TOEFL sertifikatini olsang, Buxoro Innovatsiyalar universitetida 100% gacha chegirma bilan o'qishga kirib ketishing mumkin. Bu ustoz. Tushundingmi? Shunaqa yangilik bo'lgan hozir. Avo.